Assalomu alaykum qadrdonlar, xudo xolasa mana 2026-yil 24-yanvar kuni bo'ladigan mana Abdumtal Hoji bobomiz farzandlari Adham Amerika, Azm Amerikani ko'pkarsa tikiladigan mana bosh sovrinlar mana 4 ta Gentra avtomobili. Qadrdonlar, xudo xolasa ko'pkarim sohib bilan maydonda bo'lib o'tadi. Hozir mana toy tuyalar bilan ham tanishtirib o'tamiz. 50 ta tuya, 50 ta toy bo'ladi. Shu bilan birgalikda xudo xolasa 10 ming dollarlik solimlar ham tikiladi. Barchani otvozi polvon ko'pkar muxlislarini ertaga ko'pkarimizda kutib qolamiz. Sohib bilan maydonda bo'ladi qadrdonlar. Hozir mana tuya toylar bilan tanishtirib o'tamiz. Qadrdonlar, mana bu yerda hozir 20 ta tuyamiz bor. Yana 23 ta tuya bilan ko'rsatib o'tamiz. Narigi tomonda turib xudo xolasa 50 ta tuya, 50 ta toy ertaga xudo xolasa tikiladi. Barcha polvon otvozlarni taklif qilib qolamiz. Zo'r chempionat ko'pkari bo'ladi. Aziz do'stlar, akalar, mana 24-yanvarda bo'ladigan xudo xolasa ertangi kungi qolgan toylar, tuyalar hammasi bu yerda tikiladigan solimlar hammasi. Hamma polvon otvozlarga omadlar tilab qolamiz. Xudo xolasa hammaga omad.